Alloh azza va jalla Jabroil alayhissalomga vahiy qildi. Falon qishloqni yerga yuttirib yubor. Yer yutib olsin. Qala Jibril, ya Rob, inna fihim fulanan al-abid. Ya Parvardigor, ularda orasida falonchi obid kishi bor u. Obid, faqat ibodat qiladi. Alloh azza va jalla aytdi, bihi fabda. Baloni ana shu odam ustidan boshlagin. Nima uchun? Obid edi-yu. Ibodatda edi-yu. Nima uchun undan boshla? Innahu lam yatama'ar wajhuhu fiyya yawman qat. Chunki u men uchun biron kun ham. Assalomu alaykum kanalimiz aziz obunachilari. Ustozimiz Abdulloh Tomlaning manfaatli ma'ruzalarini kengroq tarqalishi uchun bir dona laykingizni unutmang. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Firdavs kanali. Amr ma'ruf va nahiy munkar. 40 farzning biri. Ulamolar aytishadi, islomni 5 ta farzi bor. Kalima, namoz, roza, zakot, haj. 6-farz amr ma'ruf nahiy munkar deydi ular. Demak, islomdagi 5 ta farzi 6-si bu amr ma'ruf nahiy munkar. Mana shu farzga amr ma'ruf nahiy munkar, ya'ni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish. Mana shu farzga musulmonlar beparvo bo'lishadigan bo'lsa, mana shu farzni muhmal tashlab qo'yadigan bo'lsa, ularning ustiga Alloh taoloning iqobi, jazosi albatta keladi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Alloha shadidul iqob. Sizlardan faqat zolim kimsalarning o'zigagina yetmay, balki barchaga yetadigan balodan saqlaningiz. Va bilingizki, albatta Allohning azobi qattiqdir. Agar bir qavm orasida munkar fahsh yoyilsa, qavm shuni qaytarmaydigan bo'lsa, ichida nahiy munkar qiladigan odamlar bo'lmasa, mana shu odamlarda qilayotgan munkarining kasofati faqat o'zlariga urmaydi, yoppasiga keladi. Modomiki qavm uni qaytarmaydigan bo'lsa. Buni misoli bir jamoa odamki, ichida 100 ta 200 ta odam bor, 4 ta 5 tasiga girib yuqdi. Qolgan sog'lar mana shu grip bo'lganlarni tezroq muolaja qilib davolashlikka kirishmasa, bu grip albatta qolganlarga ham yoyilib ketadi. Xuddi shunga o'xshagandek, bir qavmning ichida 4 tamida 5 tamida odam munkarni qilayotgan bo'lsa, qolgan odamlar uni tiymaydigan bo'lsa, bu munkar juda ham tez yoyilib ketadi. Shuning uchun kattalar ham, kichiklar ham, otalar ham, farzandlar ham amr ma'ruf va nahiy munkar bu ummatning boshqalardan ajratib turadigan xususiyati ekanligiga aniq ishonishimiz kerak. Alloh taolo aytadi: Astag'idu billah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Bizga Alloh taolo aytayapti, ummati Muhammadga, insonlar uchun chiqarilgan ummatlarning eng yaxshisi sizlar bo'ldingiz. Ummati Muhammad hamma ummatlardan afzal. Va nima uchun afzal bo'lganligini Alloh taolo mana bayon qiladi. Bu arab bo'lgani uchun, ajam bo'lganligi uchun, qora bo'lganligi uchun, sariq bo'lganligi uchun emas. Nima uchun afzal bo'ldik? Ta'muruna bil ma'rufi va tanhavna 'anil munkar va tu'minuna billah. Yaxshilikka buyurasizlar bir-biringizlarni, yomonlikdan qaytarasizlar bir-biringizlarni va Allohga iymon keltirasizlar. Qarang, Allohga iymon keltirishingdan avval mana shu ikkita ish aytildi. Munkardan qaytarasizlar, yaxshilikka buyurasizlar. Allohga iymon keltirasizlar. Demak, siz bilan biz ummati Muhammadning boshqa ummatlardan ajralib turadigan xususiyatimiz nima ekan? Amr ma'ruf, nahiy munkar. Odamlar bir-birlarini haqqa chaqirishlari rukunning najoti. Agar bitta oilada faraz qiling, bitta haqiqiy musulmon bo'lsa, ya'ni haqiqiy degani qanaqa? Halol haromga qattiq e'tibor beradigan, munkarni ko'rganda indamay turmaydigan haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsa, bu oilani isloh bo'lishi oson bo'ladi. Chunki shu oiladagi kishilar biror bir munkar ishni qilmoqchi bo'lsa, biladi, akasi yoki otasi bu narsadan qaytaradi uni. Shuning uchun qilmayla qo'yaveradi, natijada oila isloh bo'ladi. Demak, munkar amalni ko'rib turib,
boshqalarni bundan qaytarmayotgan odamni ustiga ham shu munkar qilayotgan odamni ustiga keladigan jazoni kelib qolishligidan xavotir bor, birodarlar. Menga nima deymiz u? Xotirjam bo'ling. Menga nima dedingizmi? Sizni bolangizdan o'sha narsa kirib ketishi hech gap emas. Imom Bayhaqiy Jabir roziyallohu anhu dan keltirilgan hadisda shunday deyiladi. Alloh taala awha ila Jibril an ikhsif bi qaryatin kada va kada. Alloh azza va jalla Jabroil alayhisalomga vahiy qildi. Falon qishloqni yerga yuttirib yubor. Yer yutib olsin. Qala Jibril, ya Rob, inna fihim fulanan al-abid. Ya Parvardigor, ularda orasida falonchi obid kishi bor u. Obid, faqat ibodat qiladi. Alloh azza va jalla aytdi, bihi fabda. Baloni ana shu odam ustidan boshlagin. Nima uchun? Obid edi-yu. Ibodatda edi-yu. Nima uchun undan boshla? Innahu lam yatama'ar wajhuhu fiyya yawman qat. Chunki u men uchun biron kun ham munkarni ko'rgan paytda norozi bo'lib yuzini burishtirmagan edi. Og'ir narsa akalar. Obid, ibodatli kishi, pokiza kishi, ammo munkarni ko'rgan paytda norozi bo'lib yuzi burishib qo'ymagan bir marta. Qizlarimizni, kelinlarimizni, opa-singillarimizni avratlarini ochib, yarim yalang'och bo'lib yurganini ko'rib turib, norozi ham bo'lmayotgan bo'lsak, balki o'zimiz bunga xardor bo'layotgan bo'lsak, Allohdan panoh tilaylik, birodarlar. Uni ibodati, qilayotgan taqvosi inobatga olinmayapti, chunki faqat ibodat qilgan, o'zi bilan bo'lgan. Eng kamida yomon ko'rib qo'yishlik ham yaramagan. Magazinga kirdingiz, harom narsa turibdi. O'lib ketmaydimi? Menga nima deb bo'lmaydi musulmon odam? Aytib qo'ying, "Ey, mana harom. Buni sotma. Alloh rozi bo'lmaydi." Shunga ham yaramaymizmi? O'lib ketmaydimi desa, o'lib ketmaydimi? Demak, bu kishini obidligi, bu kishini taqvodorligi foyda bermayapti. Qavmiga yoppasiga balo kelganda bu kishi ham ketyapti. Bu kishi shundaylar ketmayapti. Balo kimdan boshlanyapti? Mana shu kishidan. Astagfirullah. Wa ma kana robbuka liyuhlikal qura bizulmin va ahluha muslihun. Parvardigoringiz u shaharlarning o'zlarini tuzatib, haq yo'liga yurgan aholisini zulm bilan halok qilgan emasdir. Qarang, muslih bo'lganligi uchun Alloh halok qilmaydi ularni. Kishini o'zini solih bo'lishligini o'zi kifoya qilmaydi. Kishi muslih ham bo'lish kerak. Solih o'zi salohiyatli inson, muslih odamlarni salohiyatga chaqiradigan inson. Agar bir qavmning orasida munkar yoyilsa, balo keladi, yaxshilar ham ketaveradi. Yoppasiga ketaveradi. Demak, solih bo'lishning o'zi kifoya qilmaydi, muslih ham bo'lishlik kerak bo'ladi. Masalan, bir odam o'zining otasi bilan bir do'konda ishlashi mumkin. Tijorat do'koni. Ota harom xarish narsani ham do'konga olib kelyapti yoki savdoga bir harom narsani aralashtiryapti. Nima qilish kerak farzand? Endi otamga qanaqa qilib aytaman? Otamda endi deb indamay turaverish kerakmi? Yo'q. Qo'pol gapirmasdan, odob bilan, yo'li bilan sekin-sekin haromligini tushuntirib, muloyimlik bilan munkardan qaytarasan. Ha, avvalida quloq solmasligi mumkin. Ha, avvalida jerkib berishi mumkin, lekin sekin-sekinlik bilan, hikmat bilan, muloyimlik bilan yo'l tutiladigan bo'lsa, bir kun kelib albatta ana shu munkardan tiyiladi va sen munkardan qaytargan ajrni olasan. Agar xalq orasida munkardan qaytaradigan odamlar bo'lmaydigan bo'lsa, bu xalq hammasi Allohning jazosiga haqli bo'lib qoladi. Bizni farzandlarimiz odamlarni munkardan qaytarayotganimizni ko'rib ulg'aysa, farzandlarga ham shu narsa yuqadi. Piyalani urishtirib ichishlikda kimdan yuqtirdi masalan? Yoki ruchkasini shunday og'ziga savolib, xuddi sigaret chekkandek turishlikda kimdan o'rgandi? Aytinglarchi? Kattalardan o'rgandi. Shuning uchun bizni farzandlarimiz odamlarni munkardan qaytarayotganligimizni ko'rib katta bo'lsin, meni otam rahmali manaqa qilar edi degan narsa matiga joylansin. Siz o'tib ketgandan keyin. Mo'min kishi farzandini amr ma'ruf va nahy munkar qilishga o'rgatadi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum.
Alloh taolo Muhammad surasida marhamat qiladi. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, u zot ham sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit qilur. Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Allohga yordam berib bo'ladimi? Alloh biron yordamiga muhtojmi? Yo'q. Allohning diniga yordam berishlik tushuniladi bu yerda. Munkar ko'rildimi? Qaytaring munkardan, qilmading, Allohning diniga yordam bergan bo'lasiz. Alloh sizga yordam beradi, qadamingizni haqda sobit qiladi. O'rganaylik. Bugun birorta odamni munkardan qaytardimmi deb kechqurun so'rang o'zingizdan, uyquga yotayotganda. Bironta odamni yaxshilikka buyurdimmi deb so'rang-da, uyquga ketishlikdan oldin. Shuni odat qilib olsak qana bo'lar ekan? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kechqurun uyquga yotganlarida o'ziga o'zi sanab chiqar ekan. Mana savob ish qildim, mana savob ish qildim, mana ish qildim deb turib o'zini taftish qilar ekan, reviziya qilar ekan. Kelaylik shu narsani odat qilib olamiz. Chunki Alloh taolo kuntum khayra ummatin, insoniyatga chiqarilgan ummatning eng afzali sizlar bo'ldinglar, chunki sizlar yaxshilikka buyurib yomonidan qaytarasizlar dedi. Shu sifat bizda bor bo'lsa, shunda biz ummatning yaxshisi bo'lamiz, ummati Muhammad bo'lamiz. Alloh azza va jalla Qur'onda yana marhamat qiladi. Estaizu billah. Val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mo'minlar va mo'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan to'xtatadilar, namozni to'kis ado etadilar, zakotni haqdorlarga ato etadilar, Alloh va uning payg'ambariga itoat qiladilar. Ana o'shalarga Alloh rahim qilur, ana o'shalarga Alloh rahim qilur. Shak shubhasiz Alloh qudratli, hikmatlidir. Namoz o'qiydi, zakot beradi, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradi. Shariatimizdagi eng birinchi o'rinda turadigan farzlarni qatorida zikr qilinyapti. Amri ma'ruf, nahiy munkar. Amri ma'ruf, nahiy munkar. Farzandlarimizni mana shu narsaga o'rgatishimiz kerak. Eng kamida agar qaytara olmasangiz munkardan, yaxshilikka buyuray olmasangiz, eng kamida haq so'zni aytib qo'ying. Haq so'zni aytib qo'ying. Bu narsa noto'g'ri deb qo'ying. Eng kamida. Amro aytadi, bolamni tarbiya qila olmayapman. Demak, amri ma'ruf, nahiy munkar qilishlik ham bir ilm, uning odoblari, qoidalari bor. Birinchidan, odamlar so'zimizga quloq tutishlari uchun avval buyurayotgan narsamizni o'zimiz qilayotgan bo'lishimiz kerak. Qaytarayotgan narsamizdan o'zimiz tiyilgan bo'lishimiz kerak. Agar unday bo'lmaydigan bo'lsa, odamlar bizni ustimizdan kuladi. Agar biz o'zimiz aytayotgan narsani qilmasak, odamlarda qilma deyotgan narsalarni o'zimiz qilib turgan bo'lsak, bu amri ma'ruf nahiy munkarimiz odamlarni dindan uzoqlashishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun birinchi qoida, gapirayotgan gapimizga o'zimiz amal qilayotgan bo'lishimiz kerak. Qaytarayotgan narsalarimizdan avvalambor o'zimiz tiyilgan bo'lishimiz kerak. Rivoyat qilinadi, bir shayx o'zining o'quvchisining uyiga mehmondorchilikka keldi. Bu o'quvchisi puldor, badavlat kishi edi. Haligi o'quvchining uyiga shayx kelganida, bu o'quvchining uyidagi quli, xizmatkori xizmat qilib yurib, bu mehmonlarga shayxga aytdiki, "Shayx, Sayyidimga aytsiz, meni ozod qilsa" dedi. Shayx inshaalloh dedi. Oradan 3 oy o'tdi, ozod qilinishlikdan gap yo'q. Demak, shayx o'quvchisiga hech narsa demabdi. 3 oy o'tdi, shayx ikkinchi marta keldi mehmonga, mana shu xonadonga. Haligi qul keldida yana odob bilan yo'lini qilib, "Shayx, meni sayyidimga sizni hurmatingiz nihoyatda baland. Siz gapingizni yerda qo'ymaydi, bir aytsangiz meni ozod qilib yuborsa" dedi. Shayx, "Xayr, inshaalloh" dedi. Yana 3 oy o'tdi, daragi yo'q. 3-chi marta bu shayx mehmonga keldi. Haligi qul yana iltimosini aytdi. "Sizni gapingizni yerda qo'ymaydi meni sayyidim. Ozod qil deb aytsangiz ozod qilib yuborardi" dedi. Mana endi vaqti bo'ldi dedi-da, haligi o'zini o'quvchisiga shayx qulini ozod qilishlik haqida gapirgan edi, ozod qildi. Bir og'iz so'z bilan ozod qilib yubordi. Qul ozod bo'ldi. Mushkulasi hal bo'ldi, lekin bitta savol qoldi.
Nimaga endi shuncha muddat cho'zib yurdi? Shunda qul kelib aytdiki, "Ey shayx, bir og'iz so'zingiz bilan ozod bo'ldim. Shuni ovora g'aysiz bo'lmasmidi? Oradan faloncha vaqt o'tib ketdi." Shayx javob berdi: "Ey bolam, meni qiyin ahvolga solib qo'ydingiz. Men oilamiz sarf-xarajatidan tejab pul to'pladim. Bitta qulga yetadigan pul jamlanganidan keyin pulni olib, qul sotib olib, ozod qildim, keyin sayyidingizga gapirdim" dedi. O'shuning uchun o'quvchisi shayxini gapini oldi. Chunki shayx avval unga buyurgan narsasini o'zi qilib turib, keyin buyurdi. "Ya Amiral Mo'minin" dedi bir ayol o'g'lini yetalab kelib. "Men bolam qovunni ko'p yeydi. Shu qovunni ozroq ye deb qo'ysangiz" deganda, "Ertaga kelinglar" dedi. Umar ibn Xattob. Ertasi kuni kelishdi. Endi bir ma'ruza qilsa kerak deb o'ylaganda. Kampir ena. Hali bolani o'tkazib turib, "Ey bola, qovunni ozroq yegin" dedi. Bo'ldi. O'g'il chiqib ketdi, ona so'radi xalifadan. "Shu gapingizni kecha aytib qo'ysangiz bo'lmasmidi, ovora qilmasdan bizni?" Xalifa aytdi, "Sizlar kirishinglardan burun qovun yeb turdim o'zim" dedi. Bizi amri ma'rufimiz, bizi nahiy munkarimiz nimaga odamlarga ta'siri bo'lmayapti? Ko'p o'rinlarda yoki ba'zida desak, o'zimiz amal qilmayotgan bo'lib chiqamiz agar yaxshilab tekshiradigan bo'lsak. Nima birinchi qoida? Odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishdan avval unga o'zimiz amal qilayotgan bo'laylik. O'zing yaxshilikka amal qilmasdan turib boshqalarga buyurma. Avval o'zing qil, o'zing peshqadamlardan bo'l, shunda so'zing odamlarning qalbiga yetib boradi. Din birodarlar, unaqa o'yin qilib olinadigan narsa emas. Hali gapirib qo'y, o'zi qilmasdan ketaveradigan narsa emas. Din tirikchilik manbasi ham emas. Din, shariat pul topishlik manbasi ham emas. Imom Shofiyda bir ajib so'zi bor ekan. Vallohi la in artaziqa bir-raqs ahvanu min an artaziqa bid-din. Vallohi dinni rizq manbasi qilib olganimdan ko'ra raqsni rizq manbasi qilib olganim yengilroq degan ekan. Dinning orqasidan pul topilmaydi. Amri ma'ruf nahiy munkar qilishimizdan maqsad dunyoni latalutasi bo'lmasligi kerak bo'ladi. Agar dunyo kerak bo'ladigan bo'lsa, tijorat qilsin, ekin-tikin eksin, ishlab chiqarsin, lekin dinni kasb qilib bo'lmaydi. Shuning uchun amri ma'ruf nahiy munkar qilayotgan odamlarda hech qanday bir dunyo narsasini kutmasligi kerak bo'ladi. Bu ham bitta qoidasi. Xolis nasihat qilasiz, shunda amri ma'rufingiz, nahiy munkaringiz o'tadi. O'zimiz aytsak-ku qilmasak, o'zimiz qaytarsak-ku bir ishdan, yana o'zimiz uni qilib tursak, Alloh azza va jalla Qur'onda aytadi, astagfirullah, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ey mu'minlar, nimaga qilmaydigan ishlarni qilamiz deb aytasizlar? Nimaga o'zingizlar qilmaydigan ishni qilamiz deb aytasizlar? Kabura maqtan indallohi an taqulu ma la taf'alun. Sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Allohning nazdida o'ta manfur ishdir. O'ta xunuk ish. Qilmaydigan narsangizni qilaman deb aytishligingiz. Gapirgan narsasiga o'zi amal qilishligi haqida hadislar, oyatlar. Astagfirullah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Alloh taolo aytadi, yahudlarga va siz bilan bizga ham odamlarni yaxshilikka chorlab, o'zlaringizni unutasizlarmi? Holbuki o'zlaringiz kitob tilovat qilasizlar, aqlingizni yurgizmaysizlarmi? Odamlarga buyurib o'zing qilmaysan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan sahih hadis Imom Muslimdan Usoma ibn Zayd roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Yu'ta bir-rajuli yawmal qiyamati fayulqa fin-nar. Fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru bir-raha. Qiyomat kunida bir kishi olib kelinib dozoqqa uloqtiriladi. U kishining qornidan ichak chavoqlari chiqib, xuddi eshak tegirmon atrofida aylangani kabi aylantiriladi. Ichak chavog'i chiqib ketdi, ichak chavog'i atrofida aylanyapti.
Odamlar uni ko'rib tanishadi. Aytishadiki, fayaquluna ya fulan malaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf va tanha anil munkar. Sizga nima bo'ldi? Axir siz bizni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaradigan odam edingiz-ku. Siz nimaga tushdingiz bu yerga? U kishi aytadi: "Ha, to'g'ri. Yaxshilikka buyurib o'zim bajarmas edim. Yomonlikdan qaytarib o'zim qilar edim", deydi. Shu odam jahannamga uloqtirildi, qornidan ichak-chavog'i chiqib ketdi, ichak-chavog'ining atrofida xuddi eshak tegirmonda aylanganda aylanib yuribdi. Nima uchun? Gapirgan narsasiga o'zi amal qilmagani uchun. O'zi amal qilmagan narsasini odamlarga buyurganligi uchun. Ra'aytu laylata usriya bi rijalan tuqrazu shifahuhum bi maqarid min nar. Isro kechasida men lablari o'tli qaychilar bilan kesilayotgan kishilarni ko'rdim, dedi Rasululloh. Jibrildan so'radim: "Ey Jibril, ular kimlar?" "Ular", dedi Jibril, "odamlarni yaxshilikka buyurishib, o'zlarini unutgan va kitobni tilovat qilgan ummatingizning xatiblari", dedilar. Xatiblar, ma'ruza qiladiganlar, odamlarga haqni tanitadiganlar, yaxshilikni buyurib, yomonlikdan qaytaradiganlar, o'zlari amal qilmaganligi uchun. Demak, yaxshilikka buyurishlikdan, yomonlikdan qaytarishlikdan avval bu narsaga o'zimiz amal qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turganlarida biron bir hukmni chiqarsa, falan mana bunday qilinglar yoki mana bunday qilmanglar deb hukm chiqarsa, oilasini yig'ar edi, yaqin qarindoshlari, farzandlari aytar ediki, "Men odamlarga falon ishni qilinglar deb buyurdim, falon ishni qilmanglar deb qaytardim. Mabodo birortanglar ana shu ishlarni qilib qo'ygan bo'lsanglar, qaytarilgan ishni unga jazoni 2 barobar qilib beraman. Birinchisi shu xatoga yo'l qo'ygani uchun, ikkinchisi menga yaqin bo'lgani uchun. Toki qaniydi dadamiz xalifa bo'lmasa edi deb orasalar." Demak, xalifa Umarga qarindosh bo'lishlik musibat bo'lyapti. O'shuning uchun ularning gapigachi odamlar quloq solgan, o'shuning uchun ularning gapi o'tgan, shuning uchun odamlarning qalbida haybati bo'lgan, shuning uchun Alloh ulardan rozi bo'lgan. Chunki gapirayotgan gapiga avval o'zlari amal qilishgan. Ikkinchi qoida. Biz qaytarmoqchi bo'lgan munkar haqiqatan munkar bo'lish kerak. Nima degani bu? Aroq aniq munkarligi, fahsh, zino, g'iybat, josuslik haromligi aniq bo'lgan narsa bo'lish kerak. Biz qaytarmoqchi bo'lgan narsa. Bizga yoqmayotgan narsani ila munkar deb qaytarishlikka haqqimiz yo'q. Masalan, hajga borganlar ko'rgan, to'ralar mazhab vakillari boradi, qilayotgan amallarida bizgidan farq bor. To'g'rimi? Endi sizga yoqmasa-la bu munkar demang buni. Chunki uni mazhabida unga ruxsat bergan bo'lishi mumkin. Sizni ko'nglingizga yoqmasa, sizni tabiatsizga ko'tarmasa-la, u munkar davoming. Hujjat dalilingiz bo'lsa, ine munkar deb qaytaring bu narsani. Xulosa, biz munkar ekanligiga ittifoq qilingan narsalardan odamlarni qaytaramiz. Birinchisi, gapirayotgan gapimizga o'zimiz amal qilgan bo'lishimiz kerak. Ikkinchisi, biz qaytarayotgan munkar haqiqatan munkar bo'lishligi kerak. Uchinchisi, ba'zida mana shu munkardan qaytaraman, gunoh ishdan to'saman deb turib, ayrim ukalarimiz haddidan oshib ketadi. Hikmatsiz yo'l tutib qo'yadi. Natijada qovun tushirib qo'yadi. Munkardan qaytarishda hikmatli yo'l tutishlik kerak. Bu uchinchi qoidamiz. Shoshilmaslik kerak. Masalan, bir do'stingizni 10 ta munkar ishini ko'rdingiz. Nimadan boshlaysiz? 10ni shart aytasizmi? Seni mana ishlaring yomon deysizmi? O'zi boshqa ishi yo'q. Yo'q, bu noto'g'ri bo'ladi. Eng kattasidan boshlaysiz. Masalan, aroq ichyapti. Hali bu yerda boshqa ishlari ham bor, ammo aroqdan tiyasiz birinchi. Namoz o'qimayapti. Namozga buyurasiz. Bitta, ikkita, uchtasini aytasiz. Agar ko'tarsa, bo'lmasam bittasi yetib turadi. Shoshilmaslik kerak. Shoshilmaslik kerak bo'ladi. Chunki hammasini birdaniga aytib, birdaniga tashlaysan bo'ladi deydigan bo'lsangiz,
umuman munkarlarni bittasini ham tark qilmasdan yana aksincha bunga kirishib ketishligi mumkin. Qoida bor, birodarlar, yaxshilab bilib olaylik. Agar biz bitta munkarni ko'rsak va uni qaytarsak, shu ishimizning natijasida kattaroq munkar kelib qoladigan bo'lsa yoki fitnaga sabab bo'lsa, bu munkardan qaytarib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Sigaretdan qaytarsangiz, aroqqa o'tib ketishlik xavfi bo'lsa, indamay turamiz ekan. Qoida: siz qaytarayotgan munkarni agar qaytarsangiz, buni oqibatida kattaroq munkarga kirib ketadigan bo'lsa, indamay turamiz. Demak, 3 ta qoida bo'ldi. Birinchisi, gapirayotgan gapimizga o'zimiz amal qilishimiz kerak. Ikkinchisi, biz qaytarayotgan munkar haqiqatan munkar deb tan olingan munkar bo'lsin. Uchinchisi, shoshilmaslik kerak. To'rtinchisi, munkarni qaytarishda muloyim va go'zal axloqli bo'lishlik kerak. Imom Bayhaqiydan keltirilgan hadis, Amr ibn Shuayb roziyallohu anhudan Rasululloh aytadilar: "Man amara bi ma'rufin falyakun amruhu bi ma'rufin." Kim odamlarni ma'rufga, yaxshilikka buyursa, bas uning ishini o'zi ham ma'ruf bilan bo'lsin. Dinga da'vat qilayotgan odam gapirayotgan so'zi chiroyli bo'lish kerak. Xulqi chiroyli bo'lishi kerak. Ud'u ila sabili robbika bil hikma. Parvardigoringizni yo'liga hikmat bilan, chiroyli ma'viza bilan chaqiring deyilgan. Payg'ambarimiz aytibdilar, ma'rufga buyuryapsanmi? Gapirayotgan so'zing ham ma'ruf bo'lsin, xulqing ham ma'ruf bo'lsin. Chunki bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni siz bilan bizga ko'rsatgan ko'rsatmasi. Endi bu o'rinda bitta narsani albatta aytishim kerak. Masjidda yosh bolalarni tartibga chaqirayotgan akalar. O'tmoqqa. Bu boshingga bururman hozir. Chiqmoqqa. U masjidda shunaqa qilinyapti. Siz bolaga tarbiya bermoqchimisiz? Siz uni qilayotgan noto'g'ri ishini tuzatmoqchimisiz? Sizni yaxshi ko'rsin u. Keyin gapingiz oladi. Siz ham yosh bola bo'lgansiz. Qanaqa odamni, qanaqa amakini yaxshi ko'rardingiz? Qaysi tog'ani yaxshi ko'rar edingiz? Yumshoq gapirganini. O'shuning uchun masjidda yosh bolalarga odob bermoqchi bo'lgan oqsoqollar bo'ladimi, yoshlar bo'ladimi, hikmatli yo'l tutish kerak. So'ymaslik kerak, do'qqimaslik kerak, qo'pol gapirmaslik kerak. Garchi xato qilayotgan bo'lsa ham. Turiningni o'toqlagan. Boshingga burraman hozir. Kim bolasisan o'zi? Kuzatganmiz hammamiz. O'tgan darsimizda aytdik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda turganlarida, jamoat namozda turganida rukuda turishdi hammasi. Bir odam masjidga kirdi-yu, hali safga yetmasdan turib ruku qilib oldi. Ruku qilgan holda safga kelib qo'shildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozini tugatib olib, nima qilganing-ku? Kallang bormi? O'sha ham qilasanmi?" dedimi? Yo'q, maqtadi. Zadakallohu xirsan. Alloh namozga bo'lgan xirsingizni ziyoda qilsin, lekin buni qilmang qaytib dedi. Avval maqtadi, keyin tanqid qildi. Rahmat bolalar, masjidga kiribsizlar, zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Faqat jinday odobi bilan o'tirsanglar yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz safda avvalida erkaklar, keyin yosh bolalar, keyin ayollar degan. Sizlar orqada turishinglar kerak desa, gapingizga quloq soladi. Birinchisi, gapirayotgan gapiga o'zi amal qilsin. Ikkinchisi, qaytarmoqchi bo'lgan munkaringiz haqiqatan munkar bo'lsin. Uchinchisi, hikmat bilan yo'l tutishlik, shoshilmaslik kerak. To'rtinchisi, go'zal xulqli bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam komil inson bo'lganlar. Go'zal xulqlarni o'zida jamlagan. Bu ummatni ishonchli, amin payg'ambari, Allohning vahiysi bilan, mo'jizalari bilan quvvatlanib turgan kishi Muhammad sollallohu alayhi vasallam Alloh nimadan maqtadi? Astagfiru billah. Fabima rahmatin minallohi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalb lam faddu min hawlik. Bu rahbar bo'lgan, odamlarni boshqarayotgan kishilar, oilani boshlig'i bo'lgan odamlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Sizni sahobalarga yumshoq so'zli bo'layotganingiz Allohning rahmati.
sizni oila a'zolaringizga, farzandlaringizga, ayolingizga yumshoq so'zli bo'layotganligingiz Allohning rahmati. Agar shu narsa bo'lmasa, demak rahmat bo'lmayapti ekan. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Demak, bir odamlarning qalbini o'ziga jamlamoqchi bo'lsa, rahbar sifatida muhabbatini qozonmoqchi bo'lsa, qaysi sifat kerak ekan? Yumshoq so'z bo'lish kerak, muloyim bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimdan keltirilgan hadis: "Innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu va la yunza'u min shay'in illa shanahu." Albatta, qaysi bir narsada, ishda, fe'lda, harakatda muloyimlik bor bo'lsa, shu muloyimlik bu ishni chiroyli qiladi. Agar biron narsadan mana shu muloyimlik olib qo'yilsa, mana shu ishni xunuk qiladi. Muloyim odamni hamma yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytganlar, Imom Buxoriydan keltirilgan hadis: "Ya Aisha, innalloha rafiqun yuhibbur rifqa." Ey Oysha, albatta Alloh taolo rafiq, muloyim zot va muloyimlikni yaxshi ko'radi. Diqqat qiling. Qo'pollikka va undan boshqa sifatlarga bermagan narsani muloyimlikka beradi. Qo'pollik bilan, dag'allik bilan, quvvat bilan yeta olmagan narsangizga muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan yetasiz. Yaxshi gapirsa, o'sha odam sigaretni ham tashlashi mumkin. Yaxshi gapirsa, masjidga ham kirishi mumkin. Bir arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidiga kirib bavul qildi, siydi. Sahobalarni ko'z o'ngida. Tabiiyki sahobalar siz bilan biz qiladigan muomalani qildi unga. Shart turib bo'g'ib qolishdi. Sen masjidga siyadiganmisan hali deb. Rasululloh uni tek qo'ylar. Tek qo'ylar, siyib bo'lganidan keyin bir ikki paqir suv oqizib yuboringlar bavulning ustidan dedi. So'ngra aytdilar: "Fa innama bu'istum muyassirin va lam tub'asu mu'assirin." Albatta sizlar qiyinlashtiruvchi qilib emas, qiyinlashtiruvchi qilib emas, yengillashtiruvchi qilib yuborildinglar dedi. Rasululloh muloyimlik qildi, hikmat bilan yo'l tutdi. Arobiy nima qildi? Şimdi baylab turib, "Ey Alloh, meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa hech kimga kirgizma" deb duo qildi. Hikmat bilan, lutf bilan muomala qilganligi uchun. Payg'ambarimiz Allohning rahmatini cheklab qo'yding-ku deb haligini gapidan payg'ambarimiz tabassum qildi. Muloyimlik, muloyimlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana shu muloyimlik qilgan o'rinlarda yana bitta misol. Bir yigit keldi, "Ya Rasululloh" dedi. "İzanli biz zina." Menga zino qilishga ruxsat bering dedi. Bu yoqdagi sahobalar jirki berishdi. "Esing bormi? Kallang joyidanmi? Shunaqa deysanmi?" Rasululloh berika dedi. Yaqinroq keldi. "Ey falonchi, mana shu zinoni onangga bo'lishligini xohlarmiding?" dedi. "Ota-onam fido bo'lsin sizga ya Rasululloh." "Vallohi yo'q" dedi. "Odamlar ham xohlamaydi onalariga zino bo'lishini" dedi. "O'zingiz singlingga, qizing yo'q, rozi bo'lmayman. Odamlar ham rozi bo'lmaydi" dedi. Payg'ambarimiz muborak qo'lini shunday ko'ksiga qo'yib turib, haqqiga duo qildi. Rasululloh qo'lini uni ko'ksidan uzishiga u yigit uchun zino dunyodagi eng yomon narsaga aylanib qoldi. Halimlikka misolmi? Muloyimlikka misolmi? Hikmatga misolmi? Yana bir misol. Bu hadis Imom Buxoriydan Muaviyat ibn al-Hakamdan. "Bayna ana usolli ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallama iz atasa rajulun minal qawm." Bu hadisda roviysi aytadi, "Men Rasululloh bilan namozda turganimda bir odam aksa urdi. Men unga qarab, "Yarhamukalloh" dedim. Namozda turib "Yarhamukalloh" dedi. Namozda turganlar menga o'qrayib qarashdi deydi. Men yana to'xtamasdan, "Ha, onalaring yo'qotib qo'yib yig'lagunlar, nimaga menga go'layashasan" dedim. Shunda hammasi soniga qo'lini urib qoldi. "Ha, demak meni tinchishimni talab qilyapti ekan" deb jim bo'ldim dedi. Namoz tugaganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih va at-takbir va qira'atul Qur'an." Rasululloh namozini o'qib bo'ldi.
ota-onam u zotga fido bo'lsin. U zotdan avval ham, keyin ham u zotdan ko'ra go'zalroq ta'lim beradigan bironta muallimni ko'rmaganman. Allohga qasam, g'udiramadi ham, urmadi ham, so'kmadi ham. Nima dedi? Albatta bu namozdir. Unda odamlarning so'zlarini gapirish mumkin emas. Albatta u namoz, tasbih, takbir va Qur'on tilovatidir. Abu Ja'far al-Mansur huzuriga bir kishi kirdida qattiq qo'pol gapirib berdi. Shunda Abu Ja'far fahmliroq ekanligi ko'rindi gapirgan odamdan ko'ra. Menga yumshoqroq, muloyimroq so'zla dedi. Chunki Alloh taolo sendan yaxshiroq odamni mendan yomonroq odam oldiga jo'natganida muloyim, yumshoq gapir deb aytgan dedi. Fir'avnning oldiga Musa va Harun alayhimassalam larni yuborganida faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Bas unga yumshoq so'zlanglar. Shoyat pand nasihat olsa yoki mening qahrimdan qo'rqsa dedi. Sen Musodan yaxshimassan, men Fir'avndan yomon emasman. Sendan afzalroq bo'lgan odamga, mendan yomonroq odamga gapirayotganida muloyim bo'l degan dedi. Modomiki amri ma'ruf nahy munkar g'amimiz, muloyim bo'lishimiz kerak. Birinchisi, gapirayotgan gapimizga amal qilayotgan bo'laylik. Ikkinchisi, munkar haqiqiy munkar bo'lsin. Shoshilmaylik, muloyim bo'laylik. Keyingi qoidamiz amr ma'ruf qilishlikda sabrli bo'lishlik kerak. Sabrli bo'lishlik kerak. Luqmon Hakim o'zining o'g'liga qilgan nasihatini Alloh azza va jalla Qur'onda qiyomatgacha keladigan musulmonlarga ibrat bo'lishligini, andoza bo'lishligini xohladi. Luqmon Hakim o'zining o'g'liga nasihat qilib shunday dedi. Astagfirullah. Ya bunayya, aqimis sola va amur bil ma'ruf vanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Ey o'g'ilcham, namozni to'kis ado et. Yaxshilikka buyur va yomonlikdan qaytar hamda o'zingga yetgan balolarga sabr qil. Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytargan odamga albatta sinov keladi. Albatta balo keladi. Albatta odamlarda qo'polligi, dag'alligi, qo'pol muomalalar keladi. Amr ma'ruf nahy munkar qilgan odamga boshqalardan ko'ra ko'proq sabr kerak. Albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofiqroqidir. Albatta gapingni kesadiganlar chiqadi. Sen bilan tortishadiganlar chiqadi. Sen bilan yoqalashadiganlar chiqadi. Sabr qil. Sabr qil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda, odamlarning oralarida og'ir imtihonlarga uchraydiganlari anbiyolar va so'ngra ularga o'xshagan kishilar. Kishi dinidagi salobatga qarab sinovlarga uchraydi. Agar uning dinida salobat bor bo'lsa, balolar og'ir bo'ladi. Agar dinida yengillik bo'lsa, diniga qarab Allohning sinovlari keladi. To banda yer yuzida bironta ham xatosi yo'q bo'lgan holda yuradigan holga kelgunicha balolar uni ustiga kelaveradi. Balo keladi, sinov keladi, sabr qiladi, gunohlari yuvilaveradi. Sabr qiladi, gunohlari yuvilaveradi, yer yuzida bironta gunohi qolmagan holda yuradigan bo'lib qoladi. Nima bilan? Sabr bilan. Darsimizning nihoyasi rivoyat qilinadi. Abu G'oyyas Zohid o'zini birodarini ziyorat qilish uchun Buxoroga keldi. U ikkala birodar ko'chada birga ketib borar ekan, yo'lda qo'shiqchilar bilan masxarabozlarga duch kelishdi. Ular sultonning saroyidan chiqib kelishayotgan edi. Bugun sultonni uyida, saroyida bazm bor edi. Abu G'oyyas ularni ko'rib turib o'ziga dedi: "Ey nafs, bir yomon amal sodir bo'ldi. Agar gapirmasdan sukut qilsang, sen ham mana shu ishga sheriksan." Dedi-da Allohdan madad so'radi. So'ngra yerdan bitta katta kaltakni oldida boyiga qo'shiqchi va masxarabozlarga hujum qilib qoldi. Haligi masxarabozlar sultonning saroyiga qarab qochib kelib ketishdi. Kelib sultonga shikoyat qilishdi.
Endi sulton Abu G'oyasni chaqirib aytdiki, axir sultonga qarshi chiqqan kishini qamalishini bilmaysanmi dedi. Abu G'oyas aytdi, sen Rahmonga qarshi chiqqanni jahannamda kuyishini bilmaysanmi dedi. Ya'ni seni qilayotgan ishing munkar. Bu masxaravozlarda qo'shiqchilarni olib kelib olib bazm qilishing munkar. Sulton aytdi, senga odamlarda hisob-kitob qilishlik haqqini kim berdi dedi. Kimsan sen dedi. Abu G'oyas aytdi, senga amirlikni bergan zot berdi menga dedi. Sulton aytdi, meni bu o'ringa xalifa tayinlagan dedi. Abu G'oyas aytdi, meni bu ishga xalifani Robbisi tayinlagan dedi. Endi sulton uni jur'atini, haqqa bo'lgan muhabbatini, doirligini ko'rib turib, seni dedi Samarqand ahlini hisob-kitob qilishlikka dedi tayinladim dedi. Abu G'oyas aytdi, men o'zimni u ishdan bo'shatdim dedi. Sulton aytdi, ajib ishing. Qo'lingda mansabing bo'lmay turib odamlarga hisob-kitob qilding-ku, endi mansabga tayinlab qo'ysam, undan o'zing olib qochyapsan dedi. Abu G'oyas aytdi, chunki agar sen meni bir ishga tayinlasang, undan bo'shatib yuborishim seni qo'lingda bo'ladi. Ammo agar Robbim meni bir ishga tayinlagan bo'lsa, hech kim u ishdan meni bo'shata olmaydi dedi. Sulton aytdi, mendan hojatingni so'ra. Abu G'oyas yana yoshligimni qaytarib berdi. Meni yoshligimni qaytarib berdi dedi. Bu narsa meni qo'limdan kelmaydi. Boshqa hojating bormi? Ha, bo'pti. Jahannam qo'riqchisi Malikka maktub yozib ber, meni azoblamasin dedi. Sulton, bu narsa ham qo'limdan kelmaydi. Boshqa hojatingni ayt dedi. Abu G'oyas aytdi, jannat qo'riqchisi Rizvonga maktub yozib ber, meni jannatga kirgizib yuborsin dedi. Sulton, bu qanaqa talablar bo'ldi axir? Bu ishlar qo'limdan kelmaydi meni dedi. Abu G'oyas aytdi, bu talablarning barchasini bajarishga Robbimning qudrati yetadi. Nimani undan so'rasam, u ijobat qiladi dedi-da, sultonning huzuridan chiqib ketdi. Mana birodarlar, munkarni ko'rdi, qaytardi. Mansab taklif qilinadi, chiqib ketdi. Chunki bu ishidan maqsad dunyo emas edi. Boshida aytdik-ku, bu din tirikchilik manbasi bo'lmasligi kerak. Shunda odamlar gapimiz oladi birodarlar. Mansabni beruvdi, mansabdan o'zini olib qochdi. Birodarlar, islomning 5 farzidan keyin keladigan eng muhim farz amr ma'ruf, nahiy munkar. Iymon, namoz, roza, zakot, hajdan keyingi o'rinda turadigan 6-farz amr ma'ruf, nahiy munkar. Payg'ambarimiz aytganlar, kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Har bittanglar boshliqsizlar. Ishxonada qo'l ostidagilarga, oilada oila a'zolariga va qo'l ostidagilar haqida qiyomatda Allohning huzurida javobgar bo'lasizlar. Ayolingiz, farzandingiz, akangiz yoki ukangiz bolalari, ishdagi sherigingiz, ehtimol yaxshi odamlardir, lekin ulardan munkar albatta sodir bo'ladi. Ulardan munkar sodir bo'lib qolishi mumkin. Shunda indamay tursak, shu munkarga biz sherik bo'lamiz. Ularni amr ma'ruf, nahiy munkar qilishlik siz bilan bizning zimmamizdagi amal. Agar shunday qilsak, munkarda ozayishligi hisobiga ma'ruf amal ko'payadi. Agar indamasak, qo'shnini tomiga ketgan o'tga o'xshaydi. Uni tomini kuydirib tugatgandan keyin albatta sizni tomingizga o'tadi. Agar amr ma'ruf, nahiy munkar qilmasak, birodarlar, duo qilaveramiz, duolarimiz ijobat bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun amr ma'ruf, nahiy munkar o'ta muhim amallardan. Yana takror aytamiz, ma'ruf ishni o'zimiz avval qilamiz, munkarni tark qilamiz, hikmat bilan ish yuritamiz, bosqichma-bosqich, shoshilmasdan, muloyimlik bilan odamlarni haqqa chaqiramiz. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan ma'ruzalarga amal qilishlikni barchamizga tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalom.